Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani prokuraturaning orqa tomonidagi ushbu 4 etajkadagi 3-etajdagi kvartiramiz sotiladi. Mana bu yerlar hammasi domlar. Mana bu yerda mana bemalol o'tirib maqsadlar ham bo'ladi. Hozir ichkarilarni to'liq ko'rsatamiz sizlarga. 3-etajda bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammo yo'q. Maktab, bog'chalarga yaqin joyda. Hozir ichkarilarni ko'ramiz. Qani ketdik. Chiqqanimizda mana kirganimizda o'rtada hol, xudo xolasa bexijolat shkaflari bor. Bu yerda oshxonamiz, kirganda o'ng qo'lda bu yerda suvlari bor. Gazlarda muammo yo'q. Xudo xolasa холодильникlar. Bu yerda kirganda mehmonxonamiz, aboylar qilib qo'yishgan chiroyli qilib. Jihozlari, televizorlari bor. Bu yerda kirganda o'ng qo'lda bu spalni xonamiz. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa hamma yog'i cho'tki yorilgan, chizilgan joylari yo'q. Yangi dom. Bu yerda sanuzel. Ko'rib turibsizlar. Stollar bor. Dushovoy kabinkalari bor. Hojatxonalari bor. Xullas ushbu xonadonimiz ko'rib turibsizlar, barcha jihozlari bilan sotib olinaveradi. Buni narxini 17 mingdan ozgina o'tib beriladi. 17 mingdan ozgina o'tib beriladi. 12 ming puli borga variantga 5-6 oyga chiqaveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.